Bunaqa manti yeyish uchun siz aynan Surxondaryo, Sheroboddagi aka-uka mantixonasiga borishingiz kerak bo'ladi. Oldindan aytaman, homiladorlar bo'lsa meni kechiringlar. Men bunaqa mantini hayotimda hali tatib ko'rmagan edim. Surxondaryoga safarimizda Sherobodda joylashgan aka-uka kafesiga tashrif buyurdik. Bu joyni ochgan inson maktab paytlaridan beri manti tayyorlab kelar ekanlar. Ya'ni 25 yildan beri insonlarni shu manti bilan lol qoldirib kelayotgan ekanlar. Mantilarni lichni o'z qo'llarim bilan tayyorlab ko'rdim. Tayyorlanish jarayoni ham juda qiziq bo'ldi. Mantiga solinadigan go'shtlar bo'lsa Surxondaryo tog' dashlarida tabiiy o'tlarni yeb katta bo'lgan jaydar mollardan tayyorlanar. Har doim aytaman sizlarga. Doim zo'r joylarni, zo'r narsalarni tavsiya qilib kelganman. Agar Surxondaryoga borsangiz, shu mantini yemasdan ketmang. Bo'lmasa afsuslanib yurasiz. Bu mantini yeyishni o'zini ajoyib usullari bor ekan. Mantini oldin kichkina tishlab olib, ichidagi sokini qoshiqga quyib ichib olasiz. Keyin bo'lsa nachinkasi bilan mantini souslari bilan paqqos tushirasiz. Bu joyga kelgan odam kamida 10 ta mantini yeb qo'yar ekan. Sababini o'zingiz bu mantilardan ko'rishingiz mumkin. Toshkentda somsaxonalar 2000 ta, 3000 ta somsa sotsa, betda bo'lsa mantilar shunaqa ko'p ketar ekan. Surxondaryo meni nafaqat tog'u dashlari bilan, balki milliy taomlari bilan ham lol qoldirdi. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ham shunaqa jaydari Surxondaryo taomlarini ko'rsataman.